Alaykum, aziz xonimlar, charchamayapsizlarmi? Mana biz Edilboy qo'chqorlarimiz. Kelganida chamasi 5-6 oylik bo'lgan, sentyabrda keluvdi, 17-sentyabrda. Mana hozir bugun 25-yil, 9-mart. 25-yil. Xudo xolasa mana qo'chqorimiz boy 1 yoshga to'ladi. 12 oylik, mana 12 oylik bu. Boshlandi. Yeb ichishlari zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Quloqda va ozgina chandiqchasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Ot. Hozirgi bo'yini o'lchab ko'rsatamiz. Ana, boshini ko'tarib toy. Sizlarga bo'yini, boya hozir o'lchaganimda 86 chiquvdi. Bo'yi 86. Endi taroziga qanday chiqaraman bilmadim hozir. Ko'ryaptimi? Yo'q, mana shuni olib tushirib. Hozir vesini ham ko'ramiz. Qana qancha bu? Taroziga qo'ydik. Shunday chiqmadi. Oyog'ini to'rttasini boylab qo'ydik. 78-80 beryapti tarozida. Demak. Quloqni bir o'lchab ko'rsatamiz. Quloqlarini necha ekan? Edilboyimizda. Quloqni nima qilasizlarmi? Qulog'i 20 sm ekan. 20. 1 yoshli qo'chqorimiz. Demak, bo'ylari 86, besi 78-80, sal bu joy tegdi. 80 bo'lsa kerak. Ko'ringlar. Bu qo'chqorimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu zot ko'paytirishga qiziqishadi. $50,000 mana shu turishi. Buni sherigi ham bor hozir ikkita. 1 oylik kichkinasi bor, 10 oyligi bor. Buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yana bitta o'zini yoshidagisi bor. Bundan sal bunchalik seryoz emas ko'rinishlari, bu deyarli bir xil. Bunaqa zotdan 18 ta bor, qolganlarini hozir ko'rsatib boramiz, ko'rasizlar. Hozir boshqasiga o'tamiz endi. Yuring endi. Ey, qo'y. Ket, ana joyingga. Demak, boyi qo'chqorimizni sherigi deyarli xuddi o'zidan 12 oylik, 1 yosh. Yetishlarga gap bo'lishi mumkin emas, sog'lom. Ko'rinishlarni ko'rishingiz mumkin. Demak, aziz, yo'q, ko'rsat aylantirib, bo'ylarini ham aytamiz. Şimdi bas. Açalım. Yüzlerini de aniq ko'rsat. Ranglarga e'tibor beringlar. Haqiqiy Edilboydan. Ochiq va to'q ranglarda. Demak, bo'yini bir o'lchab qo'yamiz. Turishdi. Hozir bo'yingizni bir o'lchabchi. Bo'ylari 85. 85 ga beryapti mana. 85 cm. Endi vesini to'rttaloni boylab taroziga chiqaramiz. Chunki mana tarozimizga qo'ya olmayapmiz. Bitta joyda turmaydi. Aytmoqchi, uzunligi bor buni, uzunligini aytmabdi sizlarga. Uzunligini demak, uzunligini o'lchash.
Uzunligi 1.30 ga boryapti nimagadir, hozir ko'ramiz. Aniqrog'i. Uzunliklari 1.25, 1.30 ga boryapti. Bo'ylari 85, vesini aytib o'tamiz. Pauzani bossang. Voy. Demak, qo'chqorimiz oyoqlarini bo'ylab taroziga chiqardik. 70 kilo chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Boyiga edi, boyimdan sherigi, yoshi bir xil, bir yoshi. Bo'ylari 86, uzunligi shamala o'lchadim 1.30, 1.25. Sog'lom zot ko'paytiruvchilarga mana tayyor, yetilgan. Endi bular 3-4 yoshlar ko'ryapsizlar, internetda 200 kilodan ham oshib ketadi. Hozir 1 yoshligining o'zida 70 kilo. Bo'ylari 85. Demak, bu bilan boyigini narxi shu 50 ming dollar, qolgan yana 18 ta bo'lsa, ular 500 dollar, 1000 dollar har xil. Ular arzonroq yuradi. Deyarli, lekin zot ular. Lekin mana bu ikkitamiz o'zgacha. Chunki hozir 10 oylik va 1 yoshli qo'chqorlarimiz orasida farq ancha katta ko'rinishida. Tushunadiganlar tushunadi bu narsani. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Manzilni keyin tagiga yozamiz, telefon nomerlarini yozamiz. Ketdi, joyimizda yo'q. Birinchi ko'rsatganimiz mana yaxlit ko'rinishi. Demak, qo'chqorlarimiz 10 oylik. Bo'ylari shu 80 bor. Yeslari ham zo'r, kiyim kishlari holatlari zo'r. Saqqora qattiq kelib. Demak, bular narxlari 500 dollardan sekin boshlanib ketaveradi. Hozir sizlarga ko'rsatayotganlarimiz bu yog'i boyiga bundan oldingisi ham bular ham 500 dan boshlanadi. Ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatda ular. Junlari ham uncha o'smagan. Quruq yemda boqiladi, toza holatda. Demak, 10-11 oyliklar. Oq, qora, boshlari qaraylar, oq. Chiroyli holatda, chiziqlari chiroyli tushgan. Ko'rinishlari. Ko'ryaptimi oldinda? Na. Demak, bu oq qora. Oq qora. Chamasi 10-11 oylik. Beslari zo'r. Ko'rinishlari. Güzellik olchi. Sizlar ham chiroyli. Yog'iga ko'rsatayotganlarimiz 500 dollardan sekin o'zi narxdan uradi. O'ziga qarab, kelib o'zi zot biladiganlar o'zi ko'rib narxini ham chiqarib olishadi. Bundan keyin hozir 18 dan ko'rsatib o'tirmayman, где-то bir 8 ta 10 tasini ko'rsatamiz. Demak, bularni olib chiqib o'tirmayman katagidan. Mana qaranglar, bular katagida turadi, polda. Pollar oralari zazori. Demak, qoralar bularni olib chiqib o'tirmaymiz. Beslari 60-70 tirik vazni. Uzunliklari, holatlari juda zo'r holatda. Sarg'ilar demak narigi tomonda. Ko'rishingiz mumkin, sarg'ilari narigi tomonda. Bu birinchi ko'rsatganlarimiz. Bemalol kelib bu qo'chqorlarni ko'rib
tekshirib havas qilib olishinglar mumkin. Ko'rinishlari ham juda chiroyli holatda.